atigi 60 soniyada bel og'rig'idan qutulish mumkin. Shu holda 30 sekund cho'zilib turing. Ikkinchi tarafga ham 30 soniya qiling. O'zingizda sinab ko'ring va sog'liq haqida ko'proq ma'lumot olish uchun menga obuna bo'ling. Uy sharoitida testosteron darajasini oshirish. Bu mavzuni ko'pchilik erkaklarning iltimosiga ko'ra tayyorladim. 30 yoshdan keyin ko'pchilik erkaklarning muammosi testosteronning keskin pasayishi hisoblanadi. Bunga sabab mashaqqatli mehnat, surunkali stress, hal etilmagan muammolar, shaxsiy hayotdagi muammolar va organizmdagi surunkali kasalliklar bo'ladi. Ular birlashib testosteron darajasini hatto 0 ga tushirishi mumkin. Sariq tishlarni oqartirib, tish toshlarini atiga 1 daqiqada yo'qoting. Buning uchun banan po'chog'i kerak bo'ladi. Po'choqning ichki qismini oling, chunki u tishlarni oqartirib, sariqlikni ketkazadi. Uni yaxshilab ezib kosaga soling. Ustiga 1 choy qoshiq limon sharbati qo'shing. So'ngra 1 choy qoshiq tuz seping. Bu og'izdagi yoqimsiz hidni yo'qotib, milk yallig'lanishini davolaydi. 1 choy qoshiq tish pastasi qo'shib, yaxshilab aralashtiring. Ushbu aralashma bilan tishlaringizni 2 daqiqa davomida tozalang. Natija birinchi foydalanishdaanoq Tut yaproqlarining sirlari ochildi, birodarlar. Quloq soling, tut bargi. Oq tut bargining zo'r xususiyatlarini aytib o'taman. Uy sharoitiga do'stlaringizga jo'natib qo'ying. Xudo xolasa, juda ko'p kasalliklarga foydasi bor ekan, birodarlar. Agar sizda qon bosimingiz baland bo'lsa, davleningiz ko'tarilib turadigan bo'lsa, qoningiz quyuq bo'lsa, birodarlar, mana shu tutni bargini quritib, bir osh qoshig'ini yarim litrga damlab kun davomida iching. Qon bosimingizni normallashtiradigan xususiyatga ega. Davlenim Stressni kamaytirish uchun eng yaxshi giyoh bu rayhon. Xotirani yaxshilash uchun rozmarin. Qorin dam bo'lishini kamaytirish uchun namatak. Tana va miyani tinchlantirish uchun lavanda. Buyraklar salomatligi uchun petrushka. Tanani detoks qilish uchun kinza. Uyqu sifatini yaxshilash uchun romashka. Hazm qilishni yaxshilash uchun ukrop. Energiyani oshirish uchun jenshin. Nafas yo'llari salomatligi uchun timyan. Gormonal muvozanat va stressni kamaytirish uchun ashvaganda. Foydali ma'lumotlarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalimizga obuna bo'ling. Sizda jigar bilan muammo yo'q deb o'ylaysizmi? Xato qilasiz. Agar sizda ortiqcha vazn, shishlar, teri qichishi yoki tanangizda toshmalar bo'lsa yoki teri hidi kuchli bo'lsa, jigar yetarli darajada tozalash vazifasini bajara olmayapti. Jigar zaiflashganda nima bo'ladi? Ortiqcha toksinlar tanada to'planib qoladi, teri hidi kuchayadi, organizm shishib ketadi, teri qichishib, toshmalar paydo bo'ladi. Jigaringizni tozalash va sog'lomlashtirish uchun tabiiy smoothie retsept. Retsept videoning tagida. Uni ichib tanangizni yangilang. Jigaringiz sog'lom bo'lsa, siz ham sog'lom bo'lasiz.